Onun bilan aralashmay, o'ylamoqda. Aslida bunaqa ekanda, Jonson lug'atida yo'qotish degan so'zni o'ldirib ketishga ma'no so'zdi. O'zini chiqarib ketishdan ma'nosi bor. Men ilikchilarga Jonson apamiz siz bilan yetarli fikr almashtirmaydi ekan. Buni xil fikr olib qolganda, u xuddi sirdosh do'stini topgandek qaddini rostlab o'tirdi. Shundoq. Apamning ko'nglida nima bo'lsa do'stigini deydi, mana demaydi. Uyimizning asarini unaqa demay mana deyishi kerak. Uning do'sti yaqinmi yoki bilanmi? Jonson mana tikilgan chiroyli karakterlardan jiddiylikdan o'ylab chiqardi. Uyimning usuli albatta siz bilan maslahatlashish kerak. Bu ishda siz unga eng yaqin deb pozitsiya bildirdim. Bu gap unga yoqdi. To'g'ri. Apamning o'rtasida apamga aytgan kashf qilib tushirdi. Apamni ajrashtirib, oilamizning